Biram mazza qilib uxladim do'stlar. Qani soat necha bo'libdi? Do'stlar, ishga yarim soat kech qolibman-ku. Voy, bo'lishi mumkin emas. Ishga yarim soat kech qolibman. Bularni olib olish kerak, do'stlar, tezroq. Bularni ham olamiz. Va buni ham olamiz. Bo'ldi. Do'stlar, ekinlarim o'sib ketdi. Qarang, do'stlar. Qolgan jetilar uyg'onib olishga allaqachon. Men kech qolibman. Men dangasa uyquchi ahmoqman, kompot ahmoq. Yo'q. Do'stlar, men ismim Kompot. Tanishtiruv esimdan chiqibdi do'stlar. Mayli. Hozir bilib ko'rib turibsiz-ku do'stlar. Men ishga kech qoldim. Ekinlarim o'smay qolsa yoki payqam qilsa kimdir nima qilaman do'stlar? Bor, ro'zg'or tebratayotganim shu-ku. Qornim shu bilan to'yapti do'stlar. Boshqa narsa bilan ham to'yar-u, mayli. Endi baribir ishda do'stlar mas'uliyatli bo'lish kerak. Qani, Salom, Kompot. salom. Nega kech chiqding? Men kech uxlabman. Necha soat uxlading? 7,5 soat. Nima? Biz 9 soat, ba'zan 13 soat uxlaymiz. Sen ana shunga kech qolyapsan. Yo'q, men 7,5 soat, yarim soat kech qoldim-da, yugurlab chiqibman. Sizlar men boshim og'riyapti deb aytdim. Shunga bo'lishi mumkin, Kompot. Ko'proq dam ol. Rahmat, Jitel. Men boshqa Jitellardan so'raychi, faqat bumikan aldayotgan. Qani, oq Jitel. Salom, oq Jitel. Salom. Necha soat uxlaysan? 9 soat. Do'stlar, qarang, bu ham 9 soat uxlar ekan. Men eng ko'p uxlaydigan men ekanman, do'stlar. Eng oz uxlaydigani. Boshim og'riyapti shuning uchun do'stlar. Shuning uchun og'rirkan boshim do'stlar. Men bilmagan ekanman. Mayli, hozir biz ozgina uyimizga kirib yotib dam olamiz. 1 soatgina uxlab qaytib chiqamiz. Yo, 1,5 soat uxlaymiz. Do'stlar, ana shunda ular bilan teng bo'ladi. Boshim og'rimasa kerak deb o'ylayman. Yumshoqqina o'rindig'imga kechqurun nimadir g'alati tuyuldi. Kechasi uyg'onib ketaverdim, nimaga bilmayman. Mayli, dam ola qolamiz. Juda uyqum kelib ketdi rostda. O'rnashib oldim. Yo'q, do'stlar. Boshimni og'ritdi, ya'ni nimadir xalaqit beryapti do'stlar uxlashimga. O'rindig'im juda ham noqulay. Men asabiy bo'lib qolibman. Yostig'im ekan. Qani? Baribir noqulay, nimasidir noqulay do'stlar. Juda ham asabim o'ynab ketyapti. Mayli. Qani, yana yotib ko'raychi, o'tirib ko'rsa ham qani, baribir noqulayda do'stlar. Yo'q. Mana yostig'i joyida, hamma narsa joyida. Qani o'tirib ko'rsakmikan? Qani o'tirib ko'raylikchi. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Kommentda yozinglar. Qani, mana bu adyolni to'g'irlaymiz. Baribir noqulaydi do'stlar. Adyolni to'g'irlab ko'raylikchi. Menimcha yaxshi bo'lar. Do'stlar, kravatim ochildi. Kravatim tagida sandiq bormi? Sandiqmi bu? Do'stlar, sandiqmi bu? Voy, boshim aylanyapti. Voy, do'stlar. Men haligi qayerdan teleport bo'ldim? Bu meni uyimmi? Men tushunmayapman, bu sir. Bu meni kravatim. Bu meni kravatim emas do'stlar. Bu meni kravatim emas. Bunaqa sirli xonami bu? Do'stlar, divan emas, xona ekan, narvonlargacha bor. Men shuncha paytdan beri bilmay yurgan edim. Yo'q, bu meniki emas, boshqa kishiniki bo'lishi kerak. Aniq-ku. Men tushib ko'ra qolaychi do'stlar. Qani, tushsam ekan do'stlar. Nima deb o'ylaysiz? Tushsam ekan? Mayli. Yo'q, men tushib qolanyapman. Mayli, tavakkal. Kim bor? Voy, do'stlar, mana bu yerni qarang. Skelet, bombalar, qon iz do'stlar. Men tezda pistoletimizni olib olmasam bo'lmaydi shekil. Yopilyapti, baribir ochilar ekan. Mayli, hozircha xavfsizman shekil. Bombalarni qarang do'stlar. Kim dinamit bombalarni qo'yib ketdi ekan? Bu Jitelning skeleti, qarang. Kim Jitelni o'ldirgan ekan? Mayli. Mana bu yer juda ham g'alati, qo'rqinchli. Shuncha paytdan beri murdalarni ustida yashayapman. Yangi paydo bo'ldim ekan. Buni kim qilishi mumkin? Juda ham o'z fursatda do'stlar, ayniqsa. Mana bu yer eshikning o'rniga o'xshayapti do'stlar. Sizlar ham ko'ryapsizmi? Mayli. Hozir mana qarang do'stlar.
Juda ham qo'rqinchli, mana bu yer eshikni o'rniga o'xshaydi. Qani kavlab ko'ramizmi do'stlar? Kimdir yashayotgan bo'lishi mumkinmi? Voy, do'stlar, yo'l bor ekan, aytgan edim-ku. Hozir biz pistoletimizni aniq olib kelamiz. Endi men bunaqa narsalarga usta bo'lib ketdim. O'tgan safargi videomizda ham ekinlarning tagida bitta kichkinagina ucha mashina bor edi. Mayli, shubhalanmayman. Endi mana to'pponchani olib keldik do'stlar. Hozir kiramiz. Kim bor? Hey! Hech kimning ovozi yo'q. Hozircha hech kim ovoz bermayapti. Zinami do'stlar? Zina. Tepaga chiqish do'stlar. Kimdir uyigami, g'ormi? Men bilmayman. Qani chiqib ko'ra qolaylikchi. Kim bor? Voy do'stlar, mana buni qarang. Bu qo'shni Jetelimning uyimi? Do'stlar, bu qo'shni Jetelimning uyi ekan. Ablah yaramas. Meni izmirotlarimni u olayaptimikan? Yo'q, izmirotlarim joyida. Meni uyimning tagida odam o'ldiryaptimi do'stlar? U meni portlatmoqchimi? Men tushunmadim. Yaxshisi u kelishini kuta qolamiz do'stlar. Mana bu yerga berkinib olamiz. Yo'q, mana bu yerga. Eshik qulab doimgidek. Biz qaytmaymiz do'stlar. Hozir o'zi kelib qolish kerak. Ish vaqti tugadi. Bu yerni yopamiz. Mana yerda kutamiz. La. Kapot, sen bu yerda nima qilyapsan? Sen meni fosh qilding. Seni fosh qildim, ablah, la'nati. Sen bu sirli xonani qachongacha sirli xonani yashirib yurmoqchi eding? Nima qilyapsan? Nega yashirding? Men aytolmasdim, kapot, uzr. Sen bu skeletlar, dinamitlarni sen qo'yganmisan? Qanaqa skeletlarni gapiryapsan? Dinamitlarni ham bilmayman, kapot. Rostisi, qasam ichaman. Sen buni bilarmiding? Ancha bo'ldi topganimga, ammo bu yer bo'sh edi, o'zim kavladim. Sen nima qilmoqchi eding, ablah? Men senga ko'rsatishim mumkin. O'zim ko'rdim. Yo'q. Men senga hamma yo'g'ini ko'rsataman, yura qol. Qayerdan topding? Ishing bo'lmasin. Men senga boshqa joyni aytayotgan edim. Boshqa joymi bu? Do'stlar, umuman boshqa joy bu. Umuman boshqa joy. Qanaqa joy ekan bu? Voy, kiraver. O'zingchi. Ishqilib meni o'ldirib yu. Do'stlar, olmosmi? Olmos qaziydigan koningmi? Iltimos, kapot, hech kimga aytma. Bu mening boyligim. Men ancha bo'ldi topib olganimga. Bu hamma meni talab ketadi. Men senga boshqa narsani aytgan edim. Boshqa sirli joylarni bilmaysanmi? Yo'q, kapot, qasam ichaman. Hech kimga aytma. Men senga bu yerni aytmadim. Yaxshi, hech kimga aytmayman. Juda ham yaxshi o'zingni ishingni. Bu g'or seniki, hech kimniki emas. Lekin men senga aniq bilmaysanmi? Yo'q, boshqasini bilmayman. Skeletlarni-chi? Yo'q, skeletni ham bilmayman. Men senga yo'l ko'rsata qolaman. Do'stlar, tezlashishimiz kerak. Yugurib bunga ko'rsatamiz hozir. Bu aniq biladi yoki ayyorlik qilyaptimi yoki bunga ham tuzoq qo'yishganmi. Mana bu yer qasam ichaman. Mana bu yerda sirli ochiladigan joy bor edi. Sen bilmaysanmi? Yo'q, ahmoqmisan, bu yerda polim-ku. Yo'q, men mana shu yerdan chiqdim. Uyim tagiga qazilgan ekan. Sen bilmaysanmi yoki o'zing qildingmi? Ahmoq. Yo'q, men bilmayman. Do'stlar, qarang. U bilmas ekan. Mayli, biror narsa bilsang aytarsan. Mana bu yerda ham kravatim joyida do'stlar. Kravatim ham ochilmayapti. Bu qanaqachasiga? Men tush ko'rdimmi? Tush ko'rgansan, yomon tush ko'rgansan. Yo'q, hozir men tush o'ngimga ulanib ketdimi? Men mana olib ham ko'rsataman. Qasam ichaman, shu yerda sirli joy bor edi. Mayli, dinamitlar bor edi. Men juda ham qo'rqib ketdim. Sen yomon tush ko'rgansan. Nevropatologga bor. Davolan, uyquda yuradigan roz chiqarsan. Yaxshi, bombalar bor edi. Voy, do'stlar, portlab ketdi. Juda ham yomon yaralandi Jetel. Qarang, Jetel juda ham yomon yaralandi. Tur. Hozir politsiyaga qo'ng'iroq qilamiz. Tez yordam keladi. Tez yordam chaqirishimiz kerak do'stlar. Menga juda ham shubhali ko'rinyapti. Buni tagida kimdir bor do'stlar. Buni topishimiz kerak. Kommentariyada yozing, kanalga podpisatsiya bosing, like bosing. Bu meni gapim emas, Kompotning gaplari. Albatta bizda 100%, 90% aniq tarjimalar bo'ladi do'stlar. Yana portlayapti. Buni kim qilgan bo'lishi mumkin? Kommentariyaga yozing do'stlar.
Afsuski, do'stimiz juda ham og'ir yaralandi. Hozir politsiyaga qo'ng'iroq qilamiz. Mening uyim ham yonib ketdi. Hozir politsiyaga qo'ng'iroq qilamiz. Mana juda ham shubhali do'stlar, shuncha joy portlab ketdi. Kimdir bizni poylayapti. Bizni qishloqni kuzatyapti do'stlar. Fitna solmoqchi. Xayr, keyingi videoda ko'rishguncha.